Avvalo bilib qo'yaylik birodarlar, solih amalni qilish har bir musulmonga farz hisoblanadi. Har bir banda solih amalni qilishga targ'ib qilingan, buyurilgan. Alloh subhanahu va taolo esa marhamati cheksiz bo'lgan zot, bandaning hech bir amalini, solih amalini zoyi qilmaslik va'dasini ham bergan. Hech bir solih amal, agarchi u imatatul adha deydi, odamlarga ozor beradigan narsani yo'lda bir tikonni olib tashlash bo'lsa ham, haqir, ya'ni kichkina bir amal bo'lsa ham, Allohning huzurida u amal zoyi qilinmaydi. U amal yoziladi, ko'paytirib savoblari ziyoda qilib yoziladi. Banda bilmaydiki, bandaning o'zi kichkina amal deb bilgan solih amal balkim bandaning eng asosiy najot yo'li ham shudur.